Assalomu alaykum. Mana chesnoylar pishib yetildi. Bularni yerni mana haydab yumshatib bergan. Endi bularni loydan ajratib, mana bunday qilib taxlab chiqish kerak mana. 15 soti joyda. Mana akam, mehnatkash akam, kenayim. Ikkalasi bugun arapa bo'lishiga qaramasdan astoydil mehnat qilib yig'ishtirishga tushgan. Yordamchi bugun olisha olmagan. Ko'pchilik arapa kunlari ishlamaydi. Odam topilmay, ertaga hayit yana yordamchi bo'lmaydi. Ertaga hech kim kelmaydi. Xudo xolasa indinga 2-3 ta yordamchi bilan mana shularni yig'ishtirib olsa, keyin buni sotish qoladi xolos. Uyga borib qolsa, xudo xolasa, optim klient kelib olib ketadi.